Assalomu alaykum aziz kitobxon. Bugun men sizlarga Said Ahmad qalamiga mansub Poraxo'rning o'limi nomli kitobi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Poraxo'rning o'limi o'zbek adabiyotining yorqin vakili, O'zbekiston qahramoni Said Ahmad qalamiga mansub mashhur hajviy hikoyalar va qissalar to'plami hisoblanadi. Asar jamiyatdagi illatlar, poraxo'rlik, tanish-bilishchilik va ma'naviy qashshoqlik ustidan kuluvchi o'tkir satirik hikoyalardan iborat. Asarning asosiy mazmun va g'oyalari: adolat va tarbiya. Hikoyalar poraxo'rlik insoniyatni ma'naviy tanazzuldan olib keluvchi yomon illatlar sifatida qattiq qoralanadi. Hajviy uslub: yozuvchi turli xil obrazlar orqali odamlarning nuqsonlarini fosh etadi va kitobxonga kulgu orqali saboq beradi. Ushbu kitob asosan Said Ahmad kitobxonlarga adibning bir-biriga qiziqarli, havj tig'iga yo'g'rilgan qissa va hikoyalarini o'qigan kitobxonlarning yuziga tabassum ilinadi. Qo'limizdagi ushbu to'plam sizning sevimli hamrohingiz bo'lib qolishiga ishonamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.